Salohiddinning haqiqiy kuchi avvalo qilichida emas edi, iymonida edi. U hokim bo'la turib, dunyoviy shon-shuhratga berilmadi. Vafot etganida deyarli mol-mulksiz qolganligi mashhur. Bu bizga shunchaki hokim emas, oxiratni o'ylagan rahbar qanday bo'lishi mumkinligini o'rgatdi. Mansab bu amonat, iymon esa asos. Uning nomi aytilganida birinchi navbatda Quddus yodga tushadi. Uning butun siyosiy va harbiy faoliyati oxir-oqibat Quddusni ozod etishga qaratilgan edi. Quddusni fath qilgandan so'ng u qasos olmadi, qon to'kmadi va masihiylarga omonlik berdi. Salohiddin islom, adolat va rahm-shafqat dini ekanligini amalda ko'rsatgan sulton edi. Salohiddin g'alaba qilganida ham insoniylikni yo'qotmadi. Dushmanlar ham uni hurmat qilgan. Hatto salibiylar tarixchilari uni oliy janob qirol deb yozgan. Musulmonning haqiqiy g'alabasi axloq bilan chiroyli bo'lganida yuzaga chiqadi. U faqat bir mamlakat yoki bir qavm uchun emas, butun islom ummati uchun yashadi.